O'zbekiston xalq hofizi Odiljon Yusupov katta ashula yo'nalishini maromiga yetkazib ijro etib, xalq mehrini qozongan san'atkorlardan biridir. Xalq orasida Odil hofiz taxallusi bilan mashhur bo'lgan san'atkor Andijon viloyatining Baliqchi tumanida tavallud topgan. Odil hofizning o'ziga xos ijro uslubi, musiqa, ohang va so'zni teran his qilishi uning qo'shiqlari musiqa ixlosmandlarining qalbidan chuqur joy olishiga sababchi bo'ldi. Ayniqsa hofizning katta ashula yo'nalishidagi ijrolari hamon ko'pchilikning yodida. Bugungi dasturimizda Odil hofiz Yusupovning ijrolaridan bahramand bo'lasiz. Ömrülük işkinden Allah eylesin kulin. Ömrülük işkinden Allah eylesin kulin. Merhamet bulgayımı deb men zar eylesin kulin. Vak ana bulur men hastaga bir naz ila baksan kulub. Hüsnüne toysam bakıp nazara eylesin kulin.